Bismillahirrohmanirrohim. Kofiya 91-dars. Shart harflariga keluvdik. In bilan lavda o'tuvdik. Ammaga kelib to'xtavdik. Xo'p. Va amma lit-tafsili wal tuzima hazfu fi'liha wa uvviza baynaha wa bayna fa'iha juz'un mimma fi hayyiziha mutlaqan. Xo'p. Ammo o'sha tafsilotini qilib berishlik uchun keladi. Uni fe'lini hazf qilishlik lozim bo'ldi va u bilan o'sha ammoga keladigan fa'ni o'rtasida bitta qism evaz qilib olib kelindi. Nimadan? Mimma fi hayyiziha. O'sha fa'dan keyingi jumlani ichidagi joydan o'shani bitta qismi evaz qilib olib kelindi. Endi mutlaqo ma'nosi qanaqa hozir aytib o'tamiz. Ya'ni taqdim qilish joiz bo'lsa ham, taqdim qilish joiz bo'lmasa ham degan ma'noda aytyapti u mutlaqo. Mana misol uchun ja'anil qawmu amma zaydun fa akramtuhu. Qavm keldi, ammo Zayd men uni ikrom qildim desak, mana shu yerda fa'dan keyingisi akramtuhu. To'g'rimi? Fa'dan keyingisi akramtuhu. Endi ammo bilan fa'da orasida zayd bor. Mana amma zaydun fa. To'g'rimi? Fa bilan ammoda orasida zayd. Shu zayd fa'dan keyingi akramtuhuda bitta qismida, bitta juzida. To'g'rimi? Chunki o'sha zaydni ikrom qildi-da u. O'sha fa'dan keyingi jumlani bitta qismi, ya'ni zayd nima qilindi? Evaz qilib olib kelinyapti o'tda. Yerga olib kelinyapti. Endi mutlaqo degani bu nima bo'lsa ham muqaddam qilish mumkin bo'lsa ham, mumkin bo'lmagan narsa ham haqida gap ketyapti-da. Xo'p, bu gapda aytamiz, qavm keldi, ammo Zayd bu yerda muxotabga ma'lum bo'ladi. Bir qavm kelgani ma'lum bo'ladi. Endi siz Zayd xususida uni tafsilotini beryapsiz-da. Zaydchi desa, Zaydni ham joy ikrom e'zoz qildim degani bo'ladi. Endi amma ba'du bo'lib, bu ammo tafsilot emas, umuman bir istinofiya bo'lib ham keladi. Ya'ni gapni endi boshlash uchun ham keladi. Mana misol uchun Alloh taologa hamd aytib, sanolar aytib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durud va salotlar aytganingizdan keyin ammo ba'd deysiz. Ya'ni bu yerda yangi gapni boshlash uchun ham ammo keladi. Shunaqa bo'ladi. Endi fe'lini hazf qilinishligi nimaga desa, iste'moli ko'p bo'lganligi uchun. Ammodan keyin hadi fe'lni aytaversa bo'lmaydi, iste'moli ko'p bo'lganligi uchun fe'li hazf qilingan ekanda. Xo'p, mana hayyiziha deb aytyapmiz. Hayyiziha degan murod nima desa, ya'ni o'shini ichidagi degani, ya'ni fa'dan keyingi, ya'ni jazoni ichidagi narsalardan bitta qismi olib kelinadi degan ma'noda. Mana mutlaqon degan so'zga yana alohida sharh beryapti. Ya'ni buni o'sha muqaddam qilishlik joiz bo'lgan narsa bo'lsa ham bo'ladi. Mana misol uchun amma zaydun fazahibun. Buni yuqoriga oldinga olib o'tsangiz bo'laveradi bu narsa. Yoki muqaddam qilishlik joiz bo'lmaydi. Amma zaydan fa inni zoribun desangiz bo'lmaydi. Bu yerda fa inni u yerda inna kelyapti. Inna o'zidan avvalga amal qilmaydi. Shuning uchun buni yuqoriga olib o'tishlik mumkin bo'lmaydi. Shu ma'noda aytyapti. Ya'ni avvaliga olib o'tish mumkin yoki mumkin emasligi e'tibori bilan mutlaqo deb aytyapti. Xo'p, bu yerda juz deb aytyapti, chunki bir qism deb aytyapti-da. Ya'ni ammo bu jumla bilan, to'la bitta jumla bilan tafsiloti kelmaydi. Bu faqat bitta qismi keladi xolos. Endi masalan noqisa bilan bo'lsa bo'ladi. Mana fa amma in kana minal muqarrabin farawhun va rayhan. Bu yerda endi noqisa bilan bo'lyapti. Bu shartli jumlasi bo'lyapti. Yoki bo'lmasam duo bilan bo'lishligi mumkin. Ammal yawma rahimakalloh fala tatakallam ahadan illa ramza. Bu yerda endi duo jumlasi bilan bo'lyapti. Bu yerda ammodi ma'muli bilan bo'lyapti. Bu yerda ammodi o'zini
ma'muli bilan bo'ladi. Agar amma zaydan rahimakalloh fa akrim bo'ladigan bo'lsa-chi, bunda akrimmi ma'muli bo'lyapti-da, ya'ni o'sha javobni ma'muli bo'lyapti. Yuqoridagisi ammal yawma deydigan bo'lsangiz, endi u zarb bo'lganligi uchun ammoni o'zini ma'muli bo'lyapti. Bu yerdachi amma zaydan bo'ladigan bo'lsa fa akrim bo'lib, keyingi o'sha javobni ma'muli bo'lyapti zaydan. Xo'p, vaqila huwa ma'mulul mahzufi mutlaqan. Endi yana bir qavulda o'sha hazf qilingan nimani fe'lni yoki o'sha hazf qilingan nimani fe'l yoki fe'l bo'ladi. Endi o'shani ma'muli bo'ladi mutlaqo degan ekan. Mislu amma yawmal jum'ati fa zaydun muntaliqun. Bu misoli. Vaqila in kana jaizat taqdimi fa min al-awwal va illa fa min as-sani. Yana bir qavulda aytgan ekanki, agar uni muqaddam qilish joiz bo'lsa, unda o'sha birinchi gapdan bo'ladi, ya'ni javobni bir qismi bo'ladi. Yo'q, agar taqdim qilish joiz bo'lmasa, unda ikkinchidan bo'ladi, ya'ni o'sha mahzuf fe'lni ma'muli bo'ladi deyilgan ekan. Buni endi misolda tushuntiraman endi. Huvadan murod o'sha ammo bilan fodi o'rtasida evaz qilib olib kelingan qism bor, u amma zaydun degandagi shu zaydunda endi. Shu narsa mahzuf fe'lni ma'muli degani, ya'ni keyingi haligi fi hayyiziha dedik-ku, javobi shart bor-ku, javob. O'sha javobni bir qismi emas, deyapti-da. Javobni bir qismi emas, o'sha mahzuf fe'lni o'zini ila ma'muli bo'laveradi, deyapti. Mutlaqo degani, ya'ni o'sha muqaddam qilish joiz bo'lsin yo joiz bo'lmasin. Bu endi yana bir qavulda shunaqa gap bor ekan-da endi. Mana misol uchun aytaylik, amma yawmal jum'ati fa zaydun muntaliqun deylik. Mana shuni har ikkala gap bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi o'sha juz'ul jazo, ya'ni javobni bir qismi sifatida aytadigan bo'lsak, unda nima bo'ladi? Mahma yakum min shay'in fa zaydun muntaliqun yawmal jum'ati bo'ladi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham zayd o'sha juma kuni ketuvchidir degani bo'ladi. Endi bunda nima bo'lyapti? O'sha undan keyingi fa zaydun muntaliqundan bitta nima bo'lyapti-da, o'shani bitta juzi bo'lyapti, o'shani bitta qismi bo'lyapti. Ammo yawmal jum'atida tushunarli bo'ldimi? Undan keyingi jumlani bir qismi bo'lyapti. Fodan keyingi jumlani bir bo'lagi bo'lyapti. Mana fazaydun muntaliqun yawmal jum'atida. Yawmal jum'ati o'sha fazaydun muntaliqunda bitta qismi bo'lyapti-da. Endi ikkinchi qavulga binoan aytadigan bo'lsak, unda uni avvalga olib kelamiz. Mahma yakum min shay'in yawmal jum'ati fa zaydun muntaliqun deymiz. Ya'ni juma kuni nima bo'lishidan qat'iy nazar, unda zayd ketuvchidir. Bu yerdachi, bu yerda bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahzuf shartni bitta ma'muli bo'lyapti xolos. Ya'ni juma kuni nima bo'lsa bo'lsin, lekin zayd ketuvchi. Tepadachi nima bo'lsa bo'lsin, zayd juma kuni ketuvchi edi. Shunaqada endi. Bu yerda o'sha hazf qilingan shartni ma'muli bo'lyapti bu yerda. Xo'p. Va endi yana bir qavulda aytyaptiki, agar taqdim qilishlik joiz bo'lsa, birinchidan, ya'ni javobni bir qismi bo'ladi, deyapti. Amma zaydun fazahibunga o'xshab. Mana buni taqdim qilishlik joiz. Ya'ni bunda o'sha fodan keyingi jumlani bir qismi bo'ladi. Yo'q, agar va illa agar shu taqdim qilishlik joiz bo'lmasa-chi, unda ikkinchidan. Mana amma yawmal jam'ati fa inna zaydan zahibun desangiz, inna o'zida avvalga nima qila olmaydi-ku, uni fa inna zaydan zahibun yawmal jum'ati qila olmaysiz. Shunaqa bo'lgandan keyin bu endi ikkinchidan, ya'ni o'sha hazf bo'lgan fe'lni ma'muli deb aytsak bo'laveradi degan gap ham bor ekan. Xullas bir qancha ta'villar bor ekan, bir qancha sharhlar bor ekan bu xususda.
bu endi o'sha mahzuf shartda ma'muli bo'laveradi amma yawmal jamal, ya'ni shu mahma takun min shay'in yawmal jum'ati deb aytamiz. Xo'p, hurufur rad'i, rad harflari deyiladi. Bu harfur rad'i bo'lsa kerak, bitta bo'ladi u kalla. Harfur rad'i bo'lsa kerak. Rad harfi buni endi harful man'i, harful zajri deb ham aytadi. Man qilish, qaytarish harfi deb ham aytiladi. Vaqad ja'a bi ma'na haqqan, haqqan ma'nosida ham kelgan. Mana kalla degani o'zi asli laysa kazalik, hech ham unaqa emas degan ma'noda o'zi. Men ko'proq aslo deb tarjima qilishni ma'qul ko'raman. Mana fulanun yubg'izuka, falonchi seni g'azablantiryapti desa, kalla de aslo hech ham unaqa emas degan ma'noda aytishimiz mumkin. Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Inson o'sha kuni qochadigan joy qayerda deb bo'ladi. Kalla aslo hech ham unaqa emas degan. Bu endi bir vaqad ja'a bi ma'na haqqanda, haqiqatda shunaqa bo'ladi degan ma'no bo'lsa kerak endi shu yerlarda. Haqqon degani o'zi o'sha jumlani mazmunini tasdiqlab haqiqatda shunaqa deb o'shani aniqlashtirib kelgan bo'ladi-da. Bu paytda o'sha qasam ma'nosida keladi, lom bilan javob ham bo'ladi mana. Kalla innal insana la yatgha, ya'ni albatta, ya'ni haqiqatda inson nimaga ketadi deb. Tepadagi yaqulul insanu yawma idin aynal mafar, kalla yo'q bunaqa emas desa sal g'alatiroq ma'no chiqib qolyapti. Hay, onu bir ko'rarmiz yana. Kalla innal insana la yatgha, mana shu haqiqatda, kalla bal tuhibbunal ajila, mana shu haqiqatda degan ma'nolar. Endi-chi bitta narsani bilaylikki, mana o'sha yerda masalan chiroyli gap gapirib qo'yibdi. Bu kallachi Qur'onda 33 joyda voqea bo'lgan ekan. 33 joyda kelgan ekan. Endi buni endi hammasiga buni o'sha harfi rad deb bo'lmaydi. Ya hammasiga bu man qilish, zajr qilish harf deb bo'lmaydi. Shuning uchun ham olimlar unga boshqa ma'no ham berishgan. Mana misol uchun Kisoiy aytgan ekanki, bu haqqon ma'nosida ham keladi deb aytgan ekan. Mana haq ma'no buni ham haqiqatda shunaqa degan ma'noda bersak, nimada ham birinchi oyatda ham shu to'g'riroq kelyapti. Endi Abu Hotim aytgan ekanki, bu alal istifho, ogoh bo'linglar degandek ma'noda ham keladi, ali istiftohiya. Ya'ni bitta ogohlantirib oladi-yu, ala deb ogohlantirib oladi-yu boshlanishdi. Ana shu ma'noda ham keladi degan. Bu ham nimada? Endi yana bir odam Nasr ibn Ishmailmi aytgan ekanki, yo'q bu harfi javob na'am degan ma'noda ham keladi degan ekan. Mana ya'ni unday emas, haqiqatda shunaqa bo'ladi degan. O'sha tepadagi oyat ham ko'proq shunga to'g'ri kelyapti. Ya'ni kalloni olimlar har xil ma'nolarda sharhlashgan ekan. Salomat bo'linglar. Yetadi.